Akalar ko'rib turganinglardek biz mayskiy tamo'jnistamiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, biz nima uchun bu yerdaligimizni tushunib olasizlar. Biz turgan joyimiz mana ro'paramizda ham ferma, yonida ham ferma, uni orqasida ham ferma, mana bu yonida ham ferma. Hamma fermalarni qatorida bo'lgan 2,5 gektarlik mana fermani obzorini qilib beramiz. Bu joy chetdan qoramol olib kiradigan aka-ukalarimiz uchun ham zo'r variant bo'ladi, sababi mayskiy tamojnidan 800 metr uzoqlikda joylashgan. Territoriyadan bir necha biznes planlarda foydalansa bo'ladi. Bu yerda hozirgi kunning o'zida 250 ta molni bag'riga sig'dira oladigan mana bunaqa molxonalar ham bor. Bu yerdan sizlar ot, mol, qo'y boqish uchun bemalol foydalansanglar bo'ladi. Bu yerda 95 ta molga joy qilingan ekan. Tepa yon tomlari lo'mbos, tepasi ham yopilgan. Yozdimizda, qishda issiq. Mana bu tomonda 150 ta molga mo'ljallangan letniy ferma. Fermamiz ana shundoqqina oldida 80 tonnalik tarozan joylashgan ekan. Mana kiraverishda o'ng qo'l hamda chap qo'lga Gasim proyektdan o'tgan, ekspertizadan o'tgan o'sha qurilishlari ham boshlab qo'yilgan. Bir maydonini ko'chaga qaragan tashqi fasadi 200 metr. Mana yon fasad 100 metr. Bu o'rtadagi yerlarni sotigini 3,5 ming, 4 mingdan kam topib bo'lmasa ekan surishtirdik. Bu 2,5 gektar bo'lgan fermani akamiz $1400 dan so'rayaptilar. Xayri barakasiga yana o'tib berar ekanlar.